Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillarimiz va aka-ukalarimiz. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va tezkor masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga, shuningdek ota-onasining pensiyasini nazorat qilib turadigan farzandlarga bevosita taalluqli. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki kichik bir xato pensiya to'lovining kechikishiga, ortiqcha yugur-yugurga yoki pulingizni vaqtida ola olmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Men sizdan hoziroq kanalga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki bunday xabarlar oddiy ko'rinadi. Lekin amalda odamlarning cho'ntagiga, dorisiga, kommunal to'loviga va kundalik ro'zg'origa ta'sir qiladi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avvallari pensionerlarning ko'pchiligi pensiyasini odatiy tartibda, ya'ni bank kartasiga yoki naqd shaklida olib kelgan. Ko'p joylarda odamlar oyning ma'lum kunini kutardi, bankomatga borardi, ayrimlar pochta orqali olardi, ayrimlarga esa farzandlari yordam berardi. Ko'pchilik shunday o'ylardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, demak har oy avtomatik tushaveradi. Boshqa hech narsani tekshirish shart emas. Lekin amaliyotda bunday emas. Pensiya tizimida ma'lumotlar yangilanadi. Bank kartalari muddati tugaydi. Yashash manzili o'zgaradi. Pasport yoki ID karta almashtiriladi. Nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa farzandning o'qishi, yoshi yoki hujjatlari tekshiriladi. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, pensiya jamg'armasi va tegishli tashkilotlar ma'lumotlarni tobora ko'proq elektron bazalar orqali solishtirmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmasligi mumkin. Ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomon ham bor. Ba'zida ism, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, karta rekviziti eskirgan bo'lsa, telefon raqam sizniki bo'lmasa, manzil yangilanmagan bo'lsa yoki hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lovda kechikish chiqishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Lekin har bir pensioner o'z ma'lumotini tartibga keltirib qo'yishi kerak. Masalan, oldin odam bank kartasini almashtirgandan keyin ham 1-2 oy eski tartibda pulni olib yurishi mumkin edi. Hozir esa ayrim holatlarda karta raqami, bank filiali yoki hisob ma'lumoti yangilanmasa, pensiya tushishi kechikadi. Yoki bir pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chib o'tgan bo'lsa, amalda o'sha joyda yashayapti, lekin rasmiy ro'yxatdagi manzili eski joyda qolgan. Bunday vaziyatda xabarnoma, tekshiruv yoki to'lov bilan bog'liq masalada chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya faqat pul tushadigan kun emas, pensiya bu hujjat, bank, manzil va shaxsiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak bo'lgan jarayon. Endi kimlar alohida e'tibor berish kerak, kimlar xavotir olmasligi mumkin, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda, bank kartasi muddati tugayotgan yoki yaqinda tugagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Karta ustida oy va yil yoziladi. Masalan, kartada 0325 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil mart oyigacha amal qiladi. Agar karta muddati o'tib ketgan bo'lsa, bankomatdan pul olishda muammo chiqadi. Ayrim to'lovlar qaytish yoki ushlanib qolishi mumkin. Pensiya jamg'armasi pulni o'tkazgan bo'lsa ham, bank tarafidagi texnik masala sabab pensioner uni darhol ishlata olmasligi mumkin. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka borib kartani yangilab olish kerak. Ikkinchi toifa, pasport yoki ID kartasini almashtirgan pensionerlar. Masalan, fuqaro eski pasport bilan pensiya tayinlatgan, keyin ID karta olgan. Ba'zan hamma bazalarda ma'lumot avtomatik yangilangandek tuyuladi. Lekin amalda bankda eski hujjat raqami qolgan bo'lishi, pensiya jamg'armasi bo'limida kontakt ma'lumot eski turishi mumkin. Natijada pensioner bankka borsa, xodim qo'shimcha tasdiq so'raydi yoki to'lov bilan bog'liq ma'lumotni tekshirishga vaqt ketadi. Men bunday holatda odamga bir narsani maslahat beraman. Yangi hujjatni olganingizdan keyin bankdagi shaxsiy ma'lumotingizni ham, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotingizni ham tekshirtiring. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Nogironlik pensiyasi ayrim holatlarda muddatsiz belgilanadi. Ayrim holatlarda esa ma'lum muddatga tayinlanadi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza bo'yicha qayta ko'rik muddati belgilangan bo'lsa, uni o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan,
bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi va uning qayta ko'rik muddati iyun oyida tugaydi. Agar uyunda hujjatlarni topshirmas, ko'rikdan o'tmasa yoki tasdiq kechiksa, iyul oyidagi pensiya vaqtida tushmasligi mumkin. Bu odamning aybi bo'lmasligi ham mumkin. Lekin tizimda asos bo'lmasa, to'lovni davom ettirish qiyinlashadi. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'z muddatlarini oldindan tekshirishi zarur. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu masalada ko'p xatolar uchraydi. Masalan, bola 18 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiyani davom ettirish uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, pensiya to'xtab qolishi mumkin. Oila keyin hujjat olib boradi, qayta tiklatadi. Lekin bu orada 1-2 oy pul kechikadi. Agar oilada bitta nafaqa asosiy daromad bo'lsa, bu juda katta muammo. Shuning uchun men ota-onalarga, vasiylarga va talabalarga aytaman. O'quv yili boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini e'tiborsiz qoldirmang. 5-toifa boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Masalan, pensioner Qashqadaryoda pensiya olgan. Keyin Toshkent shahridagi farzandining uyiga ko'chib kelgan. Agar u vaqtincha yashab turgan bo'lsa, bir holat. Doimiy ro'yxat o'zgargan bo'lsa, boshqa holat. Pensiya ishi qaysi hududda yuritilishi, to'lov qaysi bank orqali kelishi, xabarnomalar qayerga borishi shunga bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'chib o'tganingizda men eng avvalo mahalla migratsiya va pensiya jamg'armasi bo'limi orqali rasmiy ma'lumotlaringiz mosligini tekshirishni tavsiya qilaman. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning bank kartangiz amalda bo'lsa, hujjatingiz yangilangan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida qo'shimcha muddatli hujjat talab qilinmasa, har oy pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, demak vaziyat odatda barqaror. Lekin barqaror degani tekshirmaslik kerak degani emas. Men kamida bir yilda bir marta shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni to'g'ri deb bilaman. Chunki muammo odatda oldindan bilinmaydi. Pul tushmay qolgan kuni bilinadi. Aniq misol keltiraman. Bir pensionerning pensiyasi 1.200.000 so'm. U har oy shu pulga doğru oladi. Elektr va gaz to'laydi, ozgina oziq-ovqat qiladi. Karta muddati tugaganini sezmaydi. Pensiya kelgan kuni bankomatga borsa, kart ishlamaydi. Banka boradi, navbat kutadi. Yangi karta chiqarish uchun ariza beradi. Ayrim banklarda karta tez chiqadi, ayrim holatlarda vaqt ketadi. Natijada odam o'z puliga ega bo'lsa ham, unga kirish imkoniyati kechikadi. Agar u kartaning muddatini bir oy oldin tekshirganda edi, bu muammo bo'lmasdi. Yana bir misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Farzand kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiydi. Pensiya miqdori deylik 900.000 so'm. O'qish joyidan ma'lumotnoma sentyabrda olinishi kerak edi. Lekin oila buni dekabrgacha cho'zadi. To'lov to'xtaydi. Keyin hujjat topshiriladi. Qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Oilaga esa pul hozir kerak. Shuning uchun hujjatni vaqtida topshirish keyin eshikma-eshik yurishdan ancha oson. Yana bir hayotiy vaziyat. Pensioner telefon raqamini almashtirgan, lekin bankda ham pensiya jamg'armasi tizimida ham eski raqam qolgan. Tasdiqlash kodi eski raqamga ketadi. Xabarlar kelmaydi. Farzandlari esa onlayn xizmatlardan foydalana olmaydi. Kichik masaladek ko'rinadi, lekin hozir ko'p xizmatlar SMS tasdiq bilan ishlaydi. Shuning uchun telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni rasmiy tizimlarda ham yangilash kerak. Endi qoidalarda istisnolar. Ko'pchilik bilmaydigan nozik joylar va xatolarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, darhol menga pensiya berilmayapti deb xulosa qilish kerak emas. Ba'zan pul pensiya jamg'armasi tomonidan yuborilgan bo'ladi. Lekin bank tizimida kechikish bo'lishi mumkin. Ba'zan bank kartasi bloklangan bo'ladi. Ba'zan hisob raqami yopilgan yoki karta almashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi savol, pul umuman hisoblanganmi yoki bankda ushlanib turibdimi? Bu ikki masala boshqa-boshqa. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odam hujjatdagi o'zgarishni vaqtida xabar qilmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tashlagan, lekin oila bu haqida aytmagan. Yoki nogironlik bo'yicha qayta ko'rik natijasi o'zgargan. Agar tizim keyin buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam men bilmagan edim deydi. Lekin qonuniy jihatdan pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni o'z vaqtida xabar qilish kerak.
Shuning uchun men har doim aytaman. O'zgarish bo'lsa, yashirib yurish foyda bermaydi. Keyin katta qarzdorlik chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar kasal bo'ladi, yura olmaydi. Uzoqda yashaydi yoki farzandiga ishonadi. Bunday holatda pensiyani boshqa shaxs olib berishi uchun qonuniy tartibda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ehtiyot bo'lish zarur. Ishonchnomani kimga berayotganingizni yaxshi biling. Pul olingandan keyin nizolar chiqmasligi uchun yaqinlaringiz bilan hammasini ochiq gaplashing. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Pensioner o'g'lim olib beradi deydi. Keyin pul to'liq berilmagandan norozi bo'ladi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun bank SMS xabarnomasini o'zingizning telefoningizga ulab qo'ying. Har bir tushma yechimni bilib turing. 4-nozik jihat firibgarlik. Hozir pensionerlar eng ko'p aldanadigan guruhlardan biri bo'lib qolmoqda. Kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiya jamg'armasidanman, kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz, kodni ayting deydi. Yoki pensiyangiz blok bo'lgan. Kartangiz raqamini va SMS kodni bering deydi. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni, karta parolini, PIN kodni, kartaning orqa tomonidagi raqamlarni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensiya miqdori o'zgarganda tushunmovchilik. Ba'zan pensioner nega menga qo'shimcha pul kam tushdi yoki nega qo'shnimniki ko'proq oshdi deb so'raydi. Pensiya miqdori bir xil bo'lmaydi. Chunki u ish staji avvalgi ish haqi. Pensiya turi, ustamalar, imtiyozlar va boshqa omillarga bog'liq. Masalan, 2 kishi bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, boshqasi 20 yil ishlagan, biri zararli sharoitda ishlagan. Boshqasida bunday imtiyoz yo'q. Shuning uchun oshirilgan summalar ham har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar shubhangiz bo'lsa, hammaniki shunaqa bo'lishi kerak deb emas. Aynan o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha hisob kitobni so'rash kerak. 6-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yomon emas. Aksincha odam mehnat qilsa, daromadi bo'lsa yaxshi. Lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirganmi? Ijtimoiy soliq va mehnat staji bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'ri ketayaptimi? Shuni tekshirish kerak. Ayrim holatlarda qo'shimcha ish staji yoki ma'lumotlar keyingi qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish haqi, soliq va elektron mehnat daftarchasi masalalariga befarq bo'lmang. 7-nozik jihat naqd pul va karta tanlovi. Kimdir kartada olishni qulay deb biladi, kimdir naqd olishni xohlaydi. Karta qulay, chunki kommunal to'lov, dorixona, oziq-ovqat do'konlarida ishlatish mumkin. Lekin qishloq joylarda bankomat uzoq bo'lishi, internet ishlamasligi, karta bilan to'lash imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner o'z sharoitiga qarab tanlov qilishi kerak. Muhimi, qaysi usulni tanlasangiz ham hujjatingiz va ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsin. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam: bank kartangiz muddatini bugunoq tekshiring. Kartaning old tomonidagi oy va yilga qarang. Agar muddat tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangi karta chiqarish tartibini so'rang. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, eski karta va telefoningizni oling. Agar bank ilovasi ishlatsa, ilovadagi ma'lumotlaringizni ham tekshiring. Ikkinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Familiya, ism. Otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Shuni qarang. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy xizmat kanallari orqali murojaat qilib, ma'lumot yangilanganini tekshirtiring. Bankka ham borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim yangi hujjat bo'yicha yangilanganmi deb so'rang. 3-qadam: telefon raqamingizni tekshiring. Pensiya, bank va davlat xizmatlari bilan bog'liq xabarlar qaysi raqamga kelayotganini biling. Agar raqam farzandingiz nomida bo'lsa ham, siz undan doimiy foydalana olishingiz kerak. Agar eski raqam yo'qolgan bo'lsa, uni tizimlarda almashtiring. Bu ayniqsa SMS xabarnoma, bank ilovasi va tasdiqlash kodlari uchun muhim. 4-qadam: pensiya turiga qarab qo'shimcha hujjatlarni oldin tayyorlang. Yoshga doir pensiya olayotgan odamda odatda doimiy qayta tasdiqlash kamroq bo'ladi. Lekin nogironlik pensiyasida
tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish joyidan ma'lumotnoma. Vasiylik bilan bog'liq holatlarda tegishli hujjatlar zarur bo'lishi mumkin. Hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Oxirgi kunlarda navbat ko'payadi. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Mas'ul xodim qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. 5-qadam. Agar pensiya tushmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta bloklanmaganmi, muddati tugamaganmi, hisob ochiqmi? Keyin bankdan pensiya tushumi bo'yicha ma'lumot so'rang. Agar bankda tushum ko'rinmasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, pensiya turi. Oxirgi marta qachon pensiya olganingiz, qaysi oy uchun to'lov kelmagani. Menga pul tushmadi deyishning o'zi yetarli emas. Masalan, tez hal qilish uchun aniq ma'lumot kerak. 6-qadam, ariza yozishda xotirjam va aniq bo'ling. Arizada falon oy uchun pensiya to'lov bank kartamga kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati bo'yicha yozma yoki og'zaki tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar karta almashgan bo'lsa, yangi rekvizitlarni ilova qiling. Agar hujjat almashgan bo'lsa, yangi hujjat nusxasini ko'rsating. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lsa, asl nusxa yoki belgilangan tartibdagi ma'lumotnomani olib boring. 7-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, bank rekviziti, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy ekspertiza xulosasi, ariza topshirganingiz haqidagi belgi yoki ro'yxat raqami. Bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men oddiy papka tutishni maslahat beraman. Papkada pensiya bilan bog'liq hamma qog'oz tursin. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlari qayerda ekanini bilsin. Chunki muammo chiqqanda odam asabiylashadi, qog'oz qidiradi, vaqt yo'qotadi. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga qo'ng'iroq qilib o'zini pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmati yoki boshqa tashkilot xodimi deb tanishtirsa, darhol shaxsiy ma'lumot bermang. Ularning aytgan raqamiga emas, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. SMS kodni hech qachon aytmang. Karta raqamini ham ehtiyotkorlik bilan ishlating. PIN kodni esa mutlaqo hech kim bilmasligi kerak. Pensionerlarimiz ko'pincha ishonuvchan bo'ladi, firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. 9-qadam. Pensiya miqdoridan shubhalansangiz, hisob-kitobni so'rang. Qo'shnim ko'proq olyapti degan gap asos bo'la olmaydi. Siz o'zingizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozlaringiz va pensiya turiga qarab hisob-kitobni tekshirtirishingiz kerak. Agar ish stajingizda tushib qolgan davr bo'lsa, arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon tez tugamasligi mumkin, lekin agar haqiqatan ham staj yoki ish haqi inobatga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 10-qadam. Oilada bir ish pensionerning ishlarini nazorat qilsin. Bu degani pensionerning pulini boshqarib olish emas. Bu yordam berish degani. Masalan, farzand har oy kartaga pensiya tushganini tekshiradi, karta muddati qachon tugashini yozib qo'yadi, hujjat muddatlarini eslatadi. Firibgar qo'ng'iroqlardan ogohlantiradi. Ayniqsa yosh katta, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, telefon ishlatishga qiynaladigan ota-onalarimizga bunday yordam juda kerak. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday to'lovda hujjat, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili va pensiya turiga oid qo'shimcha ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Pensiya o'z vaqtida tushishi uchun faqat kutib o'tirish yetarli emas. O'z ma'lumotingizni va hujjatlaringizni nazorat qilib turish kerak. Karta muddati tugasa, hujjat yangilansa, manzil o'zgarsa, nogironlik ko'rigi yoki o'qish ma'lumotnomasi muddati kelsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Men sizga mutaxassis sifatida shuni tavsiya qilaman. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Telefon raqamingiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki bankingizga murojaat qiling. Bir marta vaqt ajratib tekshirish, keyin bir necha hafta muammo bilan yugurishdan ancha oson. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi? Bank kartasida yoki hujjat masalasida muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu xabar har bir pensioner uchun muhim.